Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bizda Nanay besh barmoqlarida aziz mehmonlarimiz bor. Bugun akalarimiz osh zakaz qilishibdi. Akalarimiz bilan suhbat qilamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum akajonlarim. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yoqimli ishtaha. Kamchiliklar bo'lmayaptimi? Yaxshi qarashyaptimi? Gap bo'lishi mumkin emas. Akalarimiz qayerdan tashrif buyurgansizlar sizlar? Yangiqo'rg'on tumani Xatikent qishlog'i. Xatikent qishlog'idan. Ha. Bular sinfdoshlar. Sinfdoshlar 68-yil sinfdoshlar. 68-yilda tug'ilgansizlar, sinfdoshlar. A sinf. A sinf. A sinf. Kuzatuvchilarimiz, sinfdoshlar yig'ilmaydi, boshqa degan gap bu yolg'on gap. Mana isbot. Mana isbot. Mana sinfdoshlar maza qilib kelib, dam olib, osh qilib yeb o'tirishibdi. Agar Nanay besh barmoqlariga Instagram ishlatadiganlar bor akalar, ichida. Nanay besh barmoqlariga a'zo bo'lganlar bo'lsa, sizlarga surprizimiz bor. Yalla akamiz. Nanay besh barmoqqa a'zo bo'lgan ekanlar, Qoyil gap bo'lishi mumkin emas. Like'larni ham ko'rib qo'ying. Like'larni ham bosgan ekanlar. Mana ko'rsatib qo'ying. Like'larni ham bosgan ekanlar. Like'larni ham bosib qo'yamiz. Qoyil gap bo'lishi mumkin emas. O'zi aytishadi-ku, haligi xotinidan qo'rqmaydigan odam qo'rqmasdan like bosib o'raveradi deyishadi. Biz ham shunaqalarda. Gap bo'lishi mumkin emas aka. Qoyil. Aka, osh sovumasin. A'zo bo'lgan ekanlar akamlar. Mana ko'rsatib qo'ying. Hoji aka, like bosmabsiz degan. Yo, mayli. Asosiysi a'zo bo'libdilar. Ko'p kelib turasizlarmi aka? Bu yerga ko'p kelib turasizlar. Har oyda 2 marta. Qo'yib, gap bo'lishi mumkin emas. Akajonlar, sizlarga yoqimli ishtaha. Ovqatlanib bo'lganinglardan keyin kassadan oldin ko'rishamiz. Xudo xolasa skidka qilib beramiz. Salomat bo'linglar. Rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Rahmat.